Va nihoyat uzib ustidagi yozuvlar bilan tanishib chiqish vaqti keldi. Bir chekkadan boshlaymiz. Deleksiyni ushbu ko'rinishdagi T1 plus T2 sinflari jamlanmasi hisoblanadi. Ya'ni ikki xil uzibni bitta korpusga jamlangan. Faza neytral yerlashtirish kontaktlari mis shinasi bilan birlashtirilgan. Parametrlarga e'tibor beradigan bo'lsak, T1 klass uzipiga tegishli parametrlar 10 ga 350 impuls formasida sinovdan o'tgan va IIMP deb yozilgan 12,5 kiloamperni tashkil qiladi. IIMP degan yozuv faqat T1 klassdagi uziplarga tegishli yozuv hisoblanadi. Bunday yozuvni hech qachon T2 klassdagi uzipda ko'rmaysiz. IN ya'ni nominal so'ndira olish tok qiymati 25 kiloamperni tashkil qiladi va bu tokda bunga zarar yetmaydi, ishlashda davom etadi degani. 8 ga 20 mikrosekundlik impuls formasida sinovdan o'tgan. Maksimal toki, ya'ni bunga zarar yetkazish boshlanadi, 50 kiloamperni tashkil qiladi. UP ya'ni volt protect himoya qila olgan eng minimal tushira olgan kuchlanishi 1.6 kilovoltni tashkil qiladi. Ya'ni 1.6 kilovoltgacha tushiradi va bundan chiqish joyida 1.6 kilovolt o'tib ketadi degani. UC 275 voltgacha bo'lgan o'zgaruvchan kuchlanishda bemalol ishlayveradi. Ammo shunga yaqinlashganda unda utechka paydo bo'lib, ochilib, o'tkazishni boshlaydi degani. Oddiy 225 voltli tarmoqqa juda yaxshi to'g'ri keladi. Ammo kuchlanish muntazam ortib turadigan yoki kunning bir vaqtida ortib turadigan sistemalarga, ya'ni shunday bir joylarga, obyektlarga qo'ymaslikni tavsiya beriladi. Sababi, masalan, shunday joylar, obyektlar bor. Ayrim hollarda uchratamiz. Aytishadi, akalar, kechki paytga yaqin bizda kuchlanish ortib ketyapti, nima qilsak bo'ladi deb so'rashadi. Ularda 250-260 voltgacha ham ortib ketar ekan. Ana shu holatda 275 voltlik uziplarni qo'ymaslik tavsiya beriladi, balki sal yuqoriroq 300, 320, 350 voltlik uziplar qo'ysa bo'ladi. Chunki ichida razryadnigi bor va varistori bor, jamlangan holda. Shuning uchun ham buni 3 ta oynasi bor. Kamida 2 ta varistor qo'ygan bo'ladi. Bitta gaz razryadnik qo'yilgan bo'ladi. Juda katta quvvatli. Shuning uchun ham o'lchamlari kattaroq. Har bir moduli standart 2 ta modul joyini egallaydi. Shunda umumiy aytganda 4 ta modulni joyini egallaydi. O'zi ham og'irroq. Shunday bir T1 plus T2 ko'rinishdagi uzip. Xo'p, T1 plus T2 qachon tavsiya beriladi? Qachonki asosiy tarmoqlash shitiga o'rnatilmagan bo'lsa yoki VRU shitiga o'rnatilmagan bo'lsa va ekspertlar tomonidan baholanib chiqilsa, o'sha joyda chaqmoq urish xavfi yuqori, albatta qo'yish kerak deyiladigan bo'lsa, unda biz ya'ni asosiy tarmoqlanish shitiga aralasha olmaymiz, chunki davlat ishi bilan bog'liq u narsalar. Shuning uchun obyektga yaqinroq shitda kirish shitiga o'sha o'rnatsa bo'ladi. O'sha joyga T1 T2 ni o'ziga jamlagan bo'ladi. Shunda ham ekspert xulosasiga ko'ra, ya'ni chaqmoq to'g'ridan to'g'ri uradigan chaqmoq nisbatan ancha yaqin bo'ladigan bo'lsa, albatta T1 T2 tavsiya beriladi. Chunki T1 ni qo'yishni bizni qo'limizda bo'lmagan holda va chaqmoq urishi ehtimoli yuqori bo'ladigan holda, ya'ni yaqin atrofda uradigan bo'lsa, unda T1 T2 tavsiya beriladi. Tagida yozuvlar o'sha red replace deb yozilgan, qizil bo'lsa oynasida buni almashtirish vaqti keldi degani. Bular Xitoy, mana bu Xitoy milliy standarti
Bu esa jahon xalqaro MEC standartini analogi hisoblanadi. China Quality Certification bu Xitoy sifat sertifikatiga javob beradigan simvol hisoblanadi. Bunday simvoli bor qurilmalar sifatli qo'shimcha o'sha sertifikatsiyadan o'tgan hisoblanadi. Tagidagi yozuvlar bu uning shu ishlab chiqarilgan seriyasi. 1+2 bu ikki xil klassdagi uzipni jamlanmasi degani. 12,5 bu T1 toifasidagi T1 klassdagi uzipni so'ndirish tok kuchi hisoblanadi 12,5 kiloamper. 10 ga 350 impuls bo'yicha. 2P bu 2 polis. Faza 0. 275 bu uni kuchlanishi. Keyingisi 4 polislik va 3 fazalik hisoblanadi. Bunimiz oldindan aytaman, oddiy uzip emas, biroz qiziqroq uzip qilib yasalingan. Faza 1, faza 2, faza 3 odatdagidek va yerlashtirish kontakti mana bu yerda. Hamma uzipda ham bu holatni uchratish kam, ya'ni noyob holat hisoblanadi. Neytral esa pastda. Odatda teskarisi bo'lardi. Zazemleniya, ya'ni yerlashtirish kontakti pastda bo'lardi. Neytral esa tepada bo'lardi. Ammo shunaqa qilinishi aksincha qulaylik beradi. Masalan, yerlashtirish shinasi tepada bo'lsa, bu shundoq yaqin bo'ladi. Qancha yaqin bo'lsa, shuncha afzal hisoblanadi. Ya'ni uzipni yerlashtirish kabeli maksimal darajada kalta va qisqa bo'lishi kerak. Xo'p, endi yozuvlari avvalgidan ma'lum, o'qishni o'rganib oldik. I nominal, ya'ni nominal toki, so'ndira olish toki va bunga zarar yetmaydi. I maksimal, ya'ni maksimal toki, so'ndirish toki 40 kiloamperni tashkil qiladi va shu nominaldan boshlab bunga zarar yetadi. UP 2 kilovolt, bunda biroz yuqori ekan. Shunga yarasha UC ham yuqori ekan. 440 volt, ya'ni past kuchlanishli 220 volt, 230 voltlik bo'lgan kuchlanishli joyga 440 volt biroz kattalik qiladi albatta. Ammo shunga yarasha energetik quvvatlari bor, 40 kiloamperlik ekan. Red replace, ya'ni qizarib qolsa, mana bu bayrog'i qizil rangga tushib qolsa almashtirish kerak degani. Standartlar, sertifikatsiyalar bu yerda ham xuddi shunday. Bunday uziplarni 440 voltligi mana ko'rdik. 350 voltliklari ham bo'lishi kerak. Seriyada bir kataloglarda qarab ko'rish kerak. Pastroq kuchlanish avvaldan hisoblab chiqish kerak. Masalan, 275 volt bo'lsa va o'sha tarmoq, masalan aytaylik, bunda 275 volt. Stabil bo'lsa qo'rqinchli emas, o'sha tarmoqqa 275 volt ulash afzal. Ammo kuchlanish o'ynab turadigan bo'lsa, katta bo'lib turadigan bo'lsa, unda albatta 350 voltlilardan boshlab qo'yish kerak bo'ladi. Bu xavfsizroq holat. Chunki aslida varistorlar 440 deb yozgani bilan iqlim, harorat, namlikka ko'ra aniqlik darajasi baribir o'zgarib turadi. 440 emas, balki sal pastroq yoki sal balandroqda o'teshka bo'lishni boshlashi mumkin. Masalan, 440 dan boshlab ishlab ketadi deyilgan bo'lsa, aslida 420, 400 ga yaqin kelganida bunda odatiy sig'im, ya'ni parazitik sig'imi odatdagi holatda 0,1-0,2 milliamperni tashkil qilsa, 400 voltga yaqinlashtirsak ancha ko'tariladi. Bu milliamperlar 100 milliamperga chiqishi mumkin yoki shunga yarasha qancha yaqin kelsa shu kuchlanishga sizish ham shuncha katta bo'ladi. Va nihoyat oxiri to'liq, ya'ni qarshiligi tushib to'liq o'tkazishni boshlaydi. Varistorlar baribir maksimal darajada ochilganda ham qanchadir baribir qarshilikka ega bo'ladi. Shuning uchun varistorlar chegaralovchi elementlar toifasiga kiradi. 3 ta faza bir xil
Va to'rtinchimiz esa to'rtinchi kartrijimiz umuman boshqacha. GN deb yozilgan, ichida gaz razryad trubkasi bor. E'tibor bersak, oynasining rangi ham boshqacha. Gaz razryad trubkalarini o'zidan katta impuls o'tkazganda, maksimal impuls o'tkazganda birdaniga qizib ketmas ekan. Uni korpusi metallik holatda bo'ladi odatda yoki keramik holatda yasalanadi. Shu issiqligini o'tkazmaganligi uchun teplovoy rassepetil o'rnatib bo'lmaydi. Shuni sababidan indikator, masalan, neon lampasi, svetodiod indikatorlar yordamida buzilganligini bildirib turish mumkin bo'ladi. Xo'p, bu ustidagi yozilgan mana bu yozuvlar I nominal 30 kiloamperni tashkil qiladi. I maksimal, ya'ni tok maksimal 65 kiloamperni tashkil qiladi va shundan boshlab unga zarar yetadi. Nosoz holatga keladi. UP 1,5 kilovoltni tashkil qilar ekan, ancha afzal ekan bunda. UC 255 volt va bu standart sertifikatsiyalar o'sha. Endi e'tibor beradigan joyimiz pastdagi yozuvlarga. Seriyasi ikkinchi toifadagi uzib 40 kiloamperli har bir faziga to'g'ri kelgan nominallari 3P+N bu sxema, ulanish sxemasi, kuchlanish 440 volt. Odatdagi uziblar fazadan yerga to'g'ri bitta varistor tashlanadi. 0 dan yerga bitta varistor tashlanadi. Bu 3 fazali, men hozir 2 fazalikni gapirgan edim. 3 fazalikda esa ko'proq bular. Ammo odatda bunda ham faza 1 dan yerga, faza 2 dan yerga, faza 3 dan yerga tashlanardi. Neytraldan yerga tashlanardi. Shunda 4 ta polus to'liq o'z o'rniga o'rnashgan bo'ladi. Ammo bu yerda 3 ta taraflama himoya mavjud. Faza bilan yer, har bitta fazadan yerga himoyasi bor. Neytraldan yerga himoyasi bor, gaz razryadnik ko'rinishida va har bir fazadan neytralga nisbatan himoyasi bor. Bunday ko'rinishdagi uziblarni 3P+N sxema deb atalsa, ism jihatidan atalishi differential mode, ya'ni differensialniy rejimdagi uzib deb nomlanadi bunday ulanishni. Chunki differensialniy qismi, ya'ni 3-chi himoya turi bu faza bilan neytral o'rtasidagi himoya turi bo'ladi va uning kuchlanishi 440 voltni tashkil qiladi. Aynan shunaqa. Va 3-chi turi ustidagi yozuv 40 kiloamper, bu maksimal I max. E'tibor bersak, I max 40 kiloamper, nominal tok so'ndirishi 20 kiloamper. UP 2 kilovolt, UC 440 volt. Xuddiki mana buni ko'rinishi ekan. Ammo bu yerda mana bunda yozuv bor. Xohlasang faza, xohlasang neytral ula degani. Yoki neytral yoki fazani himoya qilish mumkin bitta polus bilan. Bu yerda esa ikkinchi toifa uzib 40 kiloamper maksimalni bir polusli 440 voltli. Shunday qilib biz bularni ko'rib chiqishga ulgurdik. Har bir yozuvlarini tushunishga harakat qildik.